Tak. Judayam charchadim lekin. Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan men Games Minecraft. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men 13-qishloqqa keldim. Hammayli. E'tiboringizga. Ko'p yo'qolib ketganimni payti judayam muammolar bo'ldi. Shuning uchun bu qishloqqa tekin ish qilib men 13-qishloqqa keldim. Chunki o'zimni qishlog'imda judayam ko'p muammolar bo'ldi. Shuning uchun 13-qishloqqa keldim. Video chiqmayotgandi. Endi kontentni davom ettiramiz bo'llar. O'zim bilan narsalarimni olib keldim. Hozir meni oldiga boramiz. Meni oldiga borib bitta uy so'raymiz. Biz o'zimizning qishloqqa keldik. Assalomu alaykum. Alaykum. Sening isming kim? Kimsan? Ha, yangi edim. Mana shu yerdan yangi uy olmoqchi edim. Hop. Meni to'g'rimdagi bitta uyim yo'qshidagi uy shu yer bor. Agaroti ham bor, ishlashim mumkin. Bugun to'laymanmi yoki keyingi oydan to'lab qo'yishimmi? Keyingi oydan to'lab qo'yishlaysan, 3 oy to'laysan. Mayli, roziman. Asa men uyimga boraveraymi? Ha, kecha isming kim? Mening ismim Yermis. Tanishganimdan xursandman. Mayli, sizga ham rahmat. Tak, mana bu uy bo'lsa kerak menimcha. Hozir boramiz. Kerak. Yomma-yo, nimalar bet. Bitta topur kerak menga lekin. Ketganda men topur olib kelib o'tga. Tomidi ber. Hozir qo'llab chiqqimcha meni qo'lim og'rib ketadi. Tak, daraxt chopaman. Menimcha yetib qolsa kerak. Mayli 3 ta olaveramiz. Mayli shu men daraxtni qo'llab ketaylik. Tak, o'zingizlarda nima gap? Yuribsizlarmi? Tak. Chatga kirib ketdimi menimcha? Tak. Kaçıp qishloqqa. Uyimda verstak ko'rgandim menimcha. O'ylashim bo'yicha. Dava mana. Mishkam qaka ketdi mana. Tak, sog'laman. Emretlenmemini yükselir. Hoppa. Hemen alayım. Şöyle koyamaz. Bu tarafa. Ne oldu şimdi? Çünkü benim uyumga mebel olib kelganman, sig'masligi mumkin. Hamda bu uy bo'sh bo'lganiga sababli menimcha bir dekoratsiyasi bo'lmagan uchun. Lekin menga bo'laveradi. Shu kitobchalarni ham olib tashlaymiz.
Bet tarafına buldum. Bet tarafına koşayım endi. Lekin bolalar başka hopak vassalar. Hopak vassizlar. Chunki videomiz başka prosmotr olmayapti bolalar. Bu nima deyish bu bolalar? Shunchalik qiynalib kontent chiqaryapman. Lekin sizlar bitta like bosmayapsizlar, ko'rmayapsizlar. Aktiv judayam past. Iltimos obuna bo'lib like bosib qo'yishingizni so'rardim. Iltimos bolalar, mana shu videoda 10 ta like yig'sak, mana shu videoda 10 ta like yig'sak, videoni davomini chiqaraman. Mayli 5 ta like. 5 ta like deylik. Bu lekin kerak. Bular kerak emas narsalar endi. Chunki menda mana bunday dekoratsion narsalar bor. Suldan bittapman. Mayli. Kiramiz. Birinchi yotog'imni qo'yaman. Tak. Mana shu yerga normal. Keyin bu shu yerda turaversin. Uni ichiga narsalar solib qo'yaman. Tak. Endi men bular. Olib chiqamiz bo'ldi. Mayli. Mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Mana yegulik bittaman bitta. Tak. Mana tak, endi bo'tga pechka. Yo, xudo qo'yildi bo'tga. Hoppa. Buni katga qo'yaylik. Shu yerga qo'yib qo'yaveraman. Buni olaymi buni? Olmayman ekan endi bu. Yo'q, 100% olmaydi endi bu. Shuning uchun tak. Endi bu bor edi. Shu yerda qo'yib chiqaman. Va qo'yaman. Namandasi. Mana. Endi olinsa kerak. Vada olindi. Qo'ysak bo'lmaydi, betga qo'ysam. Buni mayli ko'chaga qo'yib qo'yaveraman. Yo'q, ko'chaga emas. Buni alohida qo'yish kerak. Mana. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mana shu yerga qo'yib qo'yaveraman. Mayli bolalar, kech o'tyapti. Men tongda videoni yoqaman. Unda hammaga xayrli tun bolalar. Yo mayli, turdim. Tong ham otdi bolalar. Ikkinchi marta hammaga salom bolalar. Tak, bugungi qiladigan ishim men bularni qo'yaveraman. Mana shu cho'p kerak bo'ladi. Mana ovqatlarning xonadonlikka qo'yib qo'y.
beramiz. Bo'ldi. Endi mana qanaqa yasalardi u? Shunday qo'yib turib, mana shunday qilarmidi? Mana yasaldi. Buni qo'yib qo'yaveraman. Mana shu yerga. Endi bugun огородlik ishni qilaman. Bir ikkita o'sgan. Buni olaman. Kartoshkani olaman. Bunda ham bitta kartoshka. Tak, lekin buni joyiga ekib ham qo'yish kerak. Lekin bu yerga 4-hosilni berar ekanmiz. 4-hosilga kelganda bu yerga berar ekanmiz uni. Buncha bo'ldi. Ben bularni ham ko'p qo'yaman. Va bolalar, qornim och bo'ldi men bitta yeyip yaptım. Ama oldu. Bitti sus. Mesela koyamızsa. Oyun koy çıkayım. Tak, hoppa. Tak. Bunda bolalar sizlar bilan men Gelmes Minecraft bo'ldim. Sizlar bilan men har doimgidek Gelmes Minecraft bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga hay.